7-chi marta Kudala xalqi nomidan iltimos bilan chiqyapman mutasaddilarga. Mana yo'lda qarangizlar. Mana bu asfalt degan nomining oxirida ham qolmagan asfaltning chiqiriqlar ko'ryapsizlarmi? Bu yerga tushib ketgan odam umrining oxirigacha chiqa olmaydi. Keyin bu yerda mana bitta dona mashina asfaltdan jirmaydi, yo'lning chetdan jiradi. Mana chiqiriqlar ko'ryapsizlarmi? Mana qanday chiqarib ketgan mashina o'tishini ko'ryapsizlarmi? Bu yerdan bir o'tgan mashina bo'ldi, hayoti bilan xayrlashadi. Ikkinchi marta jirmayman deb qasam ichadi. Iltimos mutasaddilar, mana shu yo'lni asfalt qilib bermasangizlar ham bir marta o'zlaringiz jirib ko'ringizlar. Qanday yo'lligini o'zlaringiz ko'zingiz bilan ko'ringizlar. Mana shu videoni ko'rib turgan odamlar, iltimos bitta like bosib mutasaddilarga jo'natib, kommentga o'sha odamlar belgilab ketingizlar. Mana yo'lni ko'ryapsizlarmi? Mana chiqirliqni ko'ryapsizlarmi? Qanday darajada chiqirliq bo'lib ketgan. Ko'ryapsizlarmi? Mana birorta mashina asfaltdan jirmaydi, mana yo'lning chetidan jiradi. Chunki asfaltning oxirida ham qolmagan mana. Ko'ryapsizlarmi? Iltimos shu videoni ko'rib turgan har bitta odamdan maksimal